katılımcıları, halk deputatları, viloyat kengashining navbatdagi 19. sessiyasida 55 nafar deputatdan 40 nafarlari ishtirok etyapti. İştirak etmayotganlar davolanishda, xizmat safarida va ikkita uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etishmayapti. Sessiyada viloyat kengashi deputatlari hamda kun tartibidagi masalaga aloqador tashkilotlar, siyosiy partiyalar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashmoqda. Bugungi sessiya xalq deputatlari viloyat kengashining internetdagi rasmiy sahifalarida, kanallarida va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali jonli efirga ulanib bormoqda. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, sessiyamiz kvorumi yetarli bo'lgani sababli sessiyani ochish to'g'risida taklif etaman. Kimda yana boshqa taklif bor? Yo'q bo'lsa, sessiya ishi ochilsin degan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat, yuringlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Xalq deputatlari Andijon viloyat kengashining navbatdagi 19. sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Sessiyamiz kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiyamiz kotibligiga 30. Mayara saylov okrugidan saylangan viloyat kengashi deputati Jumakova Dilbar Abdumo'minovani saylash to'g'risida taklif etmoqchiman. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, demak kotib etib, sessiyani kotib etib, Jumakova Dilbar Abdumo'minova saylansin degan deputatlarni ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, bugungi
sessiyasi kun tartibiga kiritilayotgan masalalarni tasdiqlab olish yuzasidan taklif keltiraman. Bu taklif barchalaringizga tarqatilgan. Taklifga qo'shimchalar bormi? Agar kun tartibiga kiritilayotgan masalalar yuzasidan bugun boshqa taklif bo'lmasa, o'tirib tasdiqlab qo'yishlarini so'rayman. Kun tartibiga kiritilayotgan masalalar yuzasidan sessiyamiz reglamentini quyidagicha belgilash taklifini kiritmoqchiman. Ma'ruzalar uchun maksimum 10 daqiqagacha, muzokaralar uchun 3 daqiqa, savol va javoblar uchun ham 3 daqiqagacha vaqt belgilasak-da, sessiyani tanaffussiz yakunlasak. Sizlarda boshqa qo'shimchalar bormi? Yo'q bo'lsa, bugungi ish reglamentimizni tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar, bir narsani alohida iltimos qilmoqchiman. Zudlik kelgan vaziyatdan kelib chiqib, ya'ni bugun hurmatli prezidentimizni selektor yig'ilishlari bor va boshqa keng ko'lamli tadbirlar bo'lyapti viloyatimizda. Shuning uchun masalalar barchalari juda sidqidillik bilan ko'rib chiqilgan holatda, shuning uchun konkret vaqtni tejagan holda o'tkazishni men sizlardan juda ham iltimos qilib qolaman. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, 2026-yil 7-8 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 14-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Bunda Senat, hukumat a'zolari, vazirlik va idoralarning vakillari, mahalliy kengashlarning deputatlari, Senat huzuridagi yoshlar parlamenti a'zolari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari qatnashdi. Yalpi majlisni Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Gamolovna Narbayeva olib bordilar. Yalpi majlisda jamiyatimiz hayotining barcha sohalari huquqiy asoslarini mustahkamlashga va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni samaradorligini oshirishga va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga va boshqa mamlakatimiz hayoti va jamiyatimiz hayoti uchun muhim bo'lgan 17 ta masala, shu jumladan 11 ta qonun ko'rinishi qabul qilindi. Azizlar, ruxsat bersangizlar, sessiyamizni kun tartibidagi birinchi va ikkinchi masalalar, ya'ni 2026-yil 3 oyda kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish hamda Andijon viloyati hududida joriy yilning 3 oy davomida jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda jamoat xavfsizligi yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berish uchun ichki ishlar, viloyatimiz ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i hurmatli Jabal Sanjar Quranovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Muhtaram Prezidentimiz boshchiligida yangi O'zbekiston barpo etish maqsadida mamlakatimizda olib borayotgan keng qamrovli islohotlarda qonuniy huquqlari va erkinlikni ishonchli himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda ichki ishlar organlarini xalqchil davlat idorasiga aylantirish hamda har bir xodim tomonidan o'z xizmat faoliyatini xalq manfaati yo'lida safarbar etishni ta'minlash uchun tizimli izchil islohotlar davom ettirilmoqda. Yurtboshimiz har safargi yig'ilishlarda ikki muhim masalaga, ya'ni tinchlik ta'minlash va sog'liqni saqlash alohida urg'u bermoqdalar. Mazkur masala muhimligi kelib chiqib, xalqni rozi qilish, mahallada xavfsiz muhitni yaratish, jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish kundalik faoliyatimizga aylangan. Prezidentimizning 2026-yil 5-yanvar kuni 2026-yilda respublika mahallada xavfsiz muhitni yaratish va buzarlikni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha PK Brixoli qaror asosida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Aholining huquqiy ongini va madaniyatini yuksaltirish masalasida 4682 marotaba yoshlar o'rtasida
jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida 1490 profilaktik tadbirlar o'tkazilgan. Kriminal vaziyati og'ir mahallada yashovchi 298 nafar xotin-qizlar muammosi ijobiy hal etilib, 1116 nafar ishsiz shaxslar ishga joylashtirildi. 73 nafar kasb-hunar o'qitildi. 92 nafar kasbga yo'naltirildi. Ilgari sudlarga va ma'muriy nazorat shaxslardan 432 nafarning turmush tarzi o'rganilib, 34 nafari kasb-hunarga o'qitildi. 130 nafari bankiga ta'minlandi va 76 nafari ijtimoiy muammolar hal etildi. 5145 nafar izolashayotgan shaxslar bilan manzilli profilaktik tadbirlar o'tkazildi. 4370 ta oilalar o'rganilib, 2401 ta oilaning nizolari bartaraf etildi. 1301 ta oila yarashtirildi. 5742 nafar xotin-qizlar himoya ordenlari berildi. 1343 nafar muqaddam sudlangan shaxslar profilaktik hisobga, 456 nafar shaxslar ma'muriy nazoratga olindi. Jazoni o'tash muassasalarida ozod etilgan 292 nafar shaxslar ishga joylashtirildi. 68 nafariga moddiy yordam ko'rsatildi. Jazoni o'tash bo'yicha olingan 601 nafar nazorat ostidagi shaxslarning jazolari og'irroqqa almashtirildi. 174 ta ichki yo'llar, 177 ta yo'laklar va 193 ta ko'chalar yoritildi. Mahallalardagi aholi gavjum joylarda va ko'chalarda 361 dona, ko'p qavatli uylarning hovlilariga 102 dona, mahallaning avtomobil domofon kompleksini o'rnatildi. Mahalladagi ko'p qavatli va yakka tartibdagi xonadonlarning 3514 tasi turli buyumlar aniqlanib olingan. Bundan 1633 nafar shaxslarga ma'muriy chora ko'rilgan. Profilaktika davomida 4873 ta mayda bezori, 9913 ta jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilish kabi huquqbuzarlik aniqlanib, sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar oldi olish choralari ko'rilgan.